Assalomu alaykum sevimli izlar. Shu güzel Ramazan ayida Mavlaniki Ramazan ayinlar mübarek bo'lsin. Qilgan ibodatlarimiz, tilaklarimiz, duolarimiz, ish amallarimiz, topganlarimiz hammasi hassilab ichki dunyoligimiz uchun xayrlik, barakatlik bo'lg'ay. Bugun sizlar bilan birlikda bir biz qanday qilib terilimiz, qanday qilib o'rnimizdan dasturimiz degan mushu ideyani cho'rigan asosda bir suhbat ilib bormoqchi. Suhbatda avval men bir shu kino tavsiya qilaman. Sevimli izlab bu kinonunki ismi Rise, İngilizce Rise. Bunu Türkçe'ye tiriliş deb tercüme kılıngan, yani diriliş deb. Ben bunu tiriliş deb tercüme kıldım. Bu filmninki nurg'unlagan o'zining yurtidan ayrilib, texmi yaxshi yashash uchun yoki hayotini qutqizish uchun va yoki har xil shaklda o'zining yurtidan ayrilib, rangi-ro'yi samon holatda yashayotgan nurg'unlagan, millionlagan musofirlarga bag'ishlandi. Bu film ichida menga eng ta'sir qilgan bir jumla bor. Bu jumlani tunji betga yozib qo'ydim. Ular bizni ko'masga selishi. Bu yerga oid emasligimizni peshonamizga do'q qilishi. Bizga har xil raqamlarni qo'yishi mumkin. Ammo ular bizning yangidan o'rnimizdan dast turishimizga to'salg'ulik qilolmaydi. Bu haqiqiy bir hayot hikoyasi, ya'ni NBA. Amerikadagi shu basketbol nemisini bilisizlar, komandasini NBA. NBA'dagi nayda dangliq bir basketbolchi balaninki hayot hikoyasi hayot hikoyasi so'zlandi. Bularning ota-onasi 1990-yili Nigeriyadan Gersiya qarab yo'lga chiqdi. Ya'ni Nigeriyadan texmi yaxshiroq yashayli deb avu quchoqdagi amda tug'ilgan bolasini onasiga topshirib qo'yib, bular yo'lga chiqdi. Ya'ni hammamizga o'xshash, uydan ayrilish, bolasini qo'yib qo'yish osonga to'xtamaydi. Bular asli shu to'y qilgandan boshlab bilan bir yerga ketimiz deydi, lekin viza ololmaydi. Vizlar keyniga surildi. Ashunda bu bolasi tug'ildi. Tug'ilib oxiri amalsizlikdan bu bolani qo'yib qo'yib ayrıldı. Ko'zi keynida, yuragi hamma nimasi uyida, bolasining yanida, lekin o'zi mushu musofirlik hayotini boshlaydi. Ularga bevosita Gersiya, ya'ni Turkchadagi Yunoniston. Gersiyaningki vizasi berilmagani uchun ular har xil yo'llar orqali aylanib mangadi. 91-yili Istanbulda 1991-yili İstanbul'a keladi. Mana qarasanglar Oqsaroyning bir ko'chalari. Şu İstanbul'da ait qo'rqinish ichida qochoq, ashundaq bir kunlarni boshdan kechirdi. Chunki bular vizasiz kirgan. Undan keyin Grisiyaga o'tib ketdi. Grisiyaga o'tkichi bo'lgan orliqdagi chegaradan o'tish jarayonida ularningki soqchilar qarashlari, nihoyatda avaylab mashinaga chiqishlari va mushu chegaradan o'tgandan keyinki deb chegaradan o'tib ayolninki qo'lini ching siqib suyib bir xil hayajonlanib ketadi. Bizga ajoyib o'xshaydi. 2000 nechilardan boshlab Qashqar taraflarda shu har 500 metrda chozi quruqliq deymiz, ilqirak tekshirish nuqtalari bordi. Noyi bilan noyi, mahalla bilan mahalla o'tirsa bu narsalar bor tekshirishlar. Bizning hech qanday nimamiz yo'q, gunohimiz yo'q. Hech qanday bir xato qilgan ishimiz yo'q. Hatto men o'zim o'qituvchi, davlat o'rinda ishlayman. Ammo o'sha azroq yaqinlab kelganda yurak tuk soladi. Chunki har tekshirishda kimligimizni tekizib o'tamiz. Kimligimizdan masalan tet qilib chaqirish kerak, chaqirmay qolamdi.
Ondan keyin telefonimizni tekshirish, telefonimizdan nima chiqadi? Dastlabki konuklik telefonlar bor zamonlarda hech nima emas, lekin keyingi vaqtlarda hammamiz o'xshash yashadik. Uf deb o'tab bo'lgan vaqtida hammamiz bir qatimdan uf deb mushu xil narsani yashadik. Bularninki qaytadan, yangidan odam bo'lish. Mushu dunyoga oid eng yaxshi yashash huquqiga erishish uchun tirish jarayoni mana mushu Gretsiyadan boshlandi. Qanday ish topa ishlaydi, zaytunliqlarda ishlaydi, nerede ish olsa, bu uydan ayrilib turib uzoqlarda pul tepib ishlaydi. Ayoli ma'muldorligiga qaramay, balam bor demay, yo'lda qaraydigan bo'lsanglar, tasvirlar, balaning o'yinchoqlari, mushuna ushaq-tushak narsalarni ko'chiq yeyib, setib turmushni qamdashga tirishadi. Hatto ikkinchi bolasi, ya'ni biz mushu kinoning bosh qahramoni bo'lgan, shu umrlik Gigani Çolpan degan mukofotga erishgan, shu bola hozir onaning qo'sqida. Va yonda yo'ldishimi yo'q. Bu to'lg'oq tutib ketgandan keyin uy sahibi, o qarshi tarafda turayotgan odam, bu odamga bolamni qarab qo'ysanglar, men doktorxonaga berib tug'ib kelay deb bolasini mishada qo'yib, tug'ib kelgili mang'udi, avtobusga chiqib. Avtobusga chiqishig'ila qarashda bir soqchi ko'rdi. Bizden közlerimizge nima degan o'xshaydi bu ko'zlar. Hech qanday gunohi yo'q, lekin qo'rqinish, gunohkorlik tuyg'usiga cho'milgan ko'zlar. Bu ayol yiliq tutayotgan to'lg'oqlar hammasi to'xtab ashta qarab qolgandan keyin bu odam o'rnidan turib o'rin berdi, soqchi. Borudi, tug'di. Tug'ib bo'lgandan keyin voy rasmiyatdan u budis aldiraychilikda to'lqin tutib ketib uyda qolibdikin anda-manda deb yinib keldi. Shuning bilan hisobda bu ayol yana shu o'zining jahondorchiligini davom qildi. Yo'llarda kaygichi bolasini emitdi. Mana mushu xil hayot. Undan keyin yo'ldishi bularninki mushu pul sandiqi alayda ko'zga chiliqdi. Bir necha sahnada bor bu. Topgan pullarini tangisidan, mo'jindan tatib, hammasi mushu oilaninki mushu qutisiga sig'idi. Ayağının tuqqanı bilmeydi çünkü işleydiğin yerde telefonu yok, bularning telefonu mu yok. O zamanlar mı balası olgan 2000 yıllarının başlarında hem de bu namratlarda yanfın bo'lgan ahval yok da. Tug'ilgan vaqtida her bir sahnedeki diqqatni alayda tatadigan bir narsa bor. Bu kinoni ko'rish jarayonida shunga diqqat qilinglar. Oilaviy kayfiyat va bir-biriga oqsiq ko'rsatib qarab o'tgan bo'ldi. Endi sen yolg'iz emas. Sen hiç qachon yolg'iz qolmaysan. Biz bir aile texmi cho'ng'iyapmiz. Balasi 40 kunlik bo'lganda 40'ini qiladi va bu balasiga Allohning bergan intayin qimmatli toji, hech kim tatib olmaydigan esil toj degan ma'nodagi o'zining tilidagi shunday bir ismni qo'ydi. Ism bu kinodagi yana diqqat qilish tegishlik intayin muhim bir narsa. Hammamizning ismlari o'zgartirilib, emasli bir narsaga aylanib, mesela bizim sistemim şunda. Nurullah Bey to'la o'qiyanmay, Aysha mesela Aysha mo'shimi degandek qilqadakchu hamda mesela mening modoli kun aynuar olab işte o'zgarib ketadi-ku. Bularning ismimi shunda har xil shaklda o'zgarib ketadi. Endi bular ma'vu sahna qanday sahna desanglar, iqomat ilish uchun bular intayin chiroyli kiyimlarni tanlab kiyib, naytdi xuddi bir mushu yerda kuchli shaklda yashayotgandek shu xil holatda chiroyli kiyimlarini kiyib, galstuklarni taqib keladi, lekin iqomat berilmaydi. Sabab nima? Sening bu yerda ishlayotgan bir ishing va ishlash ruxsating bo'lishi kerak. Endi undaq ishlash ruxsati olish uchun shart nima? Sening cho'qim iqomating bo'lishi kerak. Demak, bu yerda buni elish mumkin bo'lamdi deganda bo'lmaydi. İş o'rniga borsangiz, iqomating bo'lsa, andan so'ng ishlash ruxsati chiqarib berma deydi. Iqomat oldigan yerga borsa, sening ishlash ruxsating bo'lsa, andan so'ng iqomat berma deydi. Ya'ni bir shaklda bular jillachilab bir iqomat ololmaydi. Ya'ni shu yerdagi vaqtli turish kinishkisi iqomat deganimiz. Jillam shunda o'tadi. Ular noyta qo'rqinchlikda yashaydi. Mükevjirib yashaydi. Tutulup qalsaq bizni chegirdan qo'g'lab chiqardi deydigan. 2004-yilga kelganda bu oila 4 bola bo'ladi. Va bular yana shu burunqi o'xshash shunday
Bütün küçü bilen aile a'zolari o'rtaq tirishib jon kechirishga boshlaydi. Ammo qarasanglar bular qiyinchilikdimi qiyinchilik. Bir yataqliq bir uyda ma 4 balasi bir hujrada yotadi. Ota anasi bilan dadasi ma balalar o'tag'an karvatda yotadi. Yillarcha mana mushu uyda, mushu kichikkina bir uyda petib oddiy sada turmush kechirdi. Ammo balalari intayin xushal, ozoda, erkin shundoq yashaydi. Ma rasmda ko'rayotganinglar o'tirdikisi heliqi Nigeriyadan ayrilgan vaqtida qolib qolgan bolasi. Bu kinoda alayda diqqat qilgan ikki nuqta bor. Birisi tomdagi chaplangan dunyo xaritasi va bu dunyo xaritasidagi Nigeriyaga qaytadigan siziladigan bir yo'l bor. Ele o'mi chiqdi. Yana birisi mush bolasining rasmi. Bu bolalar mushtaq cho'ng bo'ladi. Undan keyin dada yana shu aldirash, shundoq turmush qiymatida bo'lsa-mu, yana bolalari bilan o'ynaydi birlikda. Dadasi ayni chog'da bir futbol komandasininki a'zosi va bolalarining futbolchi bo'lishini bek orzu qiladi. Ammo ikki o'g'li mayada basketbolni yaxshi ko'rdi. Dada buningga diqqat qiladi. Bolaninki o'sib yetish jarayonida nimani yaxshi ko'ryotidi, nimani o'ylayotidi, o'zining dadidan, o'zininki jabosidan, o'zininki tatıyotgan külpetlerden eşinip yani balalar üçün qarayolaydi. Bu balalar basketbol takımıga mayada o'ynash jarayonida nim qılamaydı. Birisi deb turdi. Sen falan yerga borsang haqsiz o'ynaysan, har kun haqsiz o'tidi degandikin. Bu balalar mashinaga chiqib, shu yerga haqsiz shu yerga bordi-chu balalar. Shu avtobusga chiqib bordi. Endi ota-onasiga demaydi. Chunki bular müküp yashayotgan bo'lgandikin, yo'llarda bir yerda qarisi chiroyi aniqlam, buning chet ellik ekanligi aniq. Birinchi tutib sendan iqomating nada deb so'raydi-chu. Yo'lda shunday musofirlarga hisobda kelgundi deb qo'yamiz yabonchi. Shular qarshi elib berayotgan namoyish qilayotganlar bu ikki bolaning avtobusda ko'rib, avtobusning aynaklarini chiqib qilib ketadi. Bularni aytib ta'sida basketbol klubiga bordi. Bağından keyin mana bu kishi demek her birimizning hayotida mana shunday hayotimizni o'zgartiradigan insonlar uchrab turdi. Faqat bizningki shu fursatni tuta olishimiz, shu fursatni chin qimmatga ega qila olishimiz muhim. Hayotimiz har vaqt qo'limizdan tutadigan birlar bo'ladi. Men senga mani o'gitay, kel mani birga qilaylik deydigan. Mushu odam ma bolalar gap qilamay, mushtaqillikqa o'ynayotganlik qarab tursa, nima keldinglar u bu deb so'rab, bir jadval berdi, ota-onangga olib to'shqizib keldi. Endi bu oilada yana bir diqqat qilish tegishli nuqta. Ular hammasi birga mush kichikin 1,5 metrlik kenglikdagi karvatda 4 bolasi uxlaydi. Bu uydagi birdan bir karvat shu. Har kun yetishdan burun bular Tangriga duo qilib yotadi va duolari shu qadar shukr etadi, qoqshimaydi. Hozirgi hayotiga shukr qiladi. Endi bular shu nimaga borgan vaqtida, klubga borgan vaqtida nurg'unlagan cho'lponlarni ko'rdi va oqshimi uyga kelib televizordan NBA'dagi cho'lponlardan mushu yoqni ko'rdi-chu. Ko'rgandan keyin nihoyat ilhomlanib ketdi. İlhamlandı. Suyumlik azizlar, bizning har birimizningki bu ma'lum bir sahada qilayotgan, mayli qaysi saha bo'lsin, biz boshqalarga ilhom bo'lish uchun tirishishimiz kerak. Chunki yoshlarimiz, bizning bolalarimiz bizga qarab ilhom olib, bizga qarab o'rganadi. 11 yoshga kirgan bir o'g'limiz bilan bo'lgan bir suhbatni deb beray. Ders o'tyapman bolalarga adabiyot darsi. Shuning bilan dedim, "Ne bo'lganlar bor, u bu" deb. Bu bolam dediki, "Men burun manda bo'lishni orzu qilardim. Kim manda bo'lishni orzu qildim? O'zi orzusim" dedi. Hozir men dedi, "Men nihoyat dangli xalqaro advokat bo'lishni orzu qilaman. Chunki mening tog'am deydi, Nuriy Turkelni deydi. Intayin qaltis, men Nuriy Turkeldek odam bo'lsam ekan deyman" dedi-chu. Men bek so'yinib ketdim. Bizningki bolalarimizga mushundaq ilhom bo'lish majburiyatimiz bor. Mushundaq o'rnak bo'lish majburiyatimiz bor. Bir bolamiz kelgusida navoiylik qilishni o'ylab qolib qolsa, palonchi navoiydek deydigan bo'lish kerak.
Eğer zaygerlik kılışını oylap qalsa, pistançı zaygerdek deyishini bilish kerak. Mayli nima qilayotgan bo'lsin, o'qigan bo'lsa, masalan, men Erkin Sidiq dadamizdek mushtaq nasad ishlayman deyalaydigan bo'lish kerak. Bizning vazifamiz keyingi avlodlarga o'rnak bo'lish, ularga ilhom bo'lish. Shuning uchun tirishimiz kerak. Bu bolalar mushu odamdan intayin ilhom oladi. Va klubga boradi, borgandan keyin bu klubda bularga bir jadval berdi-ku, ota-onaning imzo qo'yib bersin deb. Bular bir yo'shirin borgan emasmi? Uy kelgandan keyin deydi mushtaq, buning qo'l qo'yib bersanglar, siz qachon bording deb. Dadasi u qadar xafa bo'lib, bek vaqirab ketdi. Qasam meni o'lsin demsa. Nima uchun shunday xatarlik ekanlik borsizlar? Biz qandoq ta'sir yashayapmiz? Tasodifiy tutib qandoq qilmaslarni debchi. Shuningla ayoli bo'pti, ularning o'yini qisvaken yo'l qo'ydi deydi desanglar. Ular maktabdagi vaqtida mening ko'z oldimda turdi bilimi. Ammo ular undan jiroq yerga, mushtaq yerga berib qilsam, men ulardan ansirmamdi. Bizning bu yerda qonunsiz turayotganimiz o'tirib chiqib qolsa, bizning bu yerda ne edildi deb qo'rqaydi-chu. Ma ayol yolurdu mayli deb. Ve nait keskinlik bilen men balalarımni sen evet misin, men evet deme deb. Nurgun Allah'da ma filmninki ahırda men nimini bir olniş qo'yib qo'yman. YouTube kanalıma şunu qo'yaman ve ahırda bir olniş qo'yib qo'yman. Bu olnişda mushu baş qahramonninki yiliqi Mengülik gigant basketbolchi shu nimisini mukofotni olgan vaqtidagi so'zlagan bir so'zi bor, nutqi shuni qo'yib qo'yman. Bu nutqida shuna deydi: "Onam mening qahramonim" deydi. Emniyet aramızda nurg'unlagan qahramon Uyg'ur onalar bor. Men chiqlarini men taniydiganlarning hammasi degidagi qahramon bo'lishga loyiq onalar. Hamma ishlarni ichiga yutib, nayt xo'shal holatda bolalarga xo'shal bir kayfiyat ato qilish uchun tirishayotgan onalar qahramon. Bolalarning orzu armonlari uchun tirishayotgan onalar qahramon. Hem er hem ayol bo'lib bolalarga obdan qarayotgan onalarning hammasi qahramon. Bu ayolmi mana shunday qahramon bir ayol. Undan keyin bolalari bu klubda jiddiy shunchalik tirishib, yaxshi nima qildi. Ham bularning bir talla oyog'i bor. Avval aksi o'ynaydi, uning aqsidan o oynavaz qo'pib fuks o'ynaydi-chu, oyoqlarini almashtirib turib mushtaq o'ynaydi. Andan keyin kechda bular masalan haftada ma'lum bir kunlari bu ayol vatanni qolib qolgan bolasilarni ko'rishidi, to'r orqali ko'rishidi. Albatta bu yerni ko'rib, hammamizningki bu ayol balki mavsimiz keldi. 2004 belki ağlam bir vanbadek ilqin, torxandek bir yek vardı. Bularning uyda bir nimba, qarsanlar shu yillarning modeldagi kameralik shundoq. Har qaytim ko'rishgan vaqtida men shundoq ko'ngil bek yerim bo'ldi. Bu ayol kichkin biz pulni qandoq yetishtiramiz, uyning hisob kitob ishlarini qildi. Uni uyaga, buni bu yerga, chunki bular ijarni udulliq yetishtirib arran ta'sir yashaydi-da. Bayda bitib ketimiz bu ermi qanday ishtab siqildi, ayol kishi shu miyada kunduzlari nim qaysa, masalan, tapalgandek kuzaynak setib, u buni sotgan bo'lsa, bo'lmasa, mana yashanganlar bag'idga ishlarni qildi. Mishta tirishib, buningki bolasi bek yaxshi o'ynagandan shuning bilan bularga bir komandadan uqtirish keldi va bir pul chekayotdi-chu. Bular pul chekini mana qaranglar, shunda xo'shal. Bular shu qadar qiyinchiligi bor, ammo xo'shal yashay oladi. O qiyinchilikni hech kim judib yurmaydi. Ko'chada mana bir oila kishilari, bu xil bir oila kishilarininki bu sahnasi, har sahna intayin alayda o'rinlashtirilgan. Yuraklarimizni chekadigan bir sahnalar. Ama bankaga borsak, bu bo'sh chek deb, ya'ni quruq chek. Telefon qiladi, surishtirib qilsam, bu balning hech qanday bir qonunliq turish iqomati hech nimasi yo'qki, shuningga bekor qilyapti deb. Bu nayt yaxshi bir musobaqa qatnashish fursati chet elga berib, vizlar hamma narsa bo'ladi-da. Qonunsiz turayotgandan keyin hech nimasi bo'lmagandan keyin bu balning ko'ngli bek yerim bo'lib ketadi-chu. Shu yerim bo'lib ketgan vaqtida shu gapni deydi.
Ular bizni tunchi cümlesini men deb berdim bu. Bana en ta'sir qilgan cümle deb aksiv qisig deydi. Ular bizni chetga qiqishi mumkin. Bizni sen bu yerga oid emas, sen bu yerlik emas deb peshonamizga do'q qilishi mumkin. Mayli qanday qilmasin, lekin ular bizniki yangidan o'rnimizdan dast turishimizga, texim qaltis odam bo'lishimizga to'sqinlik qilolmaydi deb. Shuning bilan ufqsiq tasalli berib chiqib, mana qarasanglar, bular 10 necha yillab mush eski safada mushtaq yotadi. Bolalari 4 bola ayada bir karavotda yotadi. Ve bugünü soraydı. Ana sen neymiş akamını koyup koyğantın dep. Bu sualı menden mi sorğantı balalarım? Akamını neymiş koyup koyğantın dep. Bu ayal deydi ki, biz çıkan vaktimizde akamla pek kiçikti. O seferge çıdımaydı. Biz nurgulluğun kaçıdığan yollar bilen keldik. Hatta biz yolga çıkıştan burun saqçılar tutup asy unda qılıp bunda qılıp deydigan işte geplerini anlagan. Şunu bu xil xatarga tevekkül qılanmaydık. Akan bir şübhas bolmaydı. Şunu xatirje maşat qoyup qoygan. Men faqat biz Gersiyaga kelip bilip lan balamni ekip alımen dep xiyal qilgan. Biz bu yerga kelgandiki ishlarning buncha ta'sib ketishini hech qachon o'ylab boqmagandik deydi-chu, deb yig'lab ketadi. Ondan keyin dadisi o'zininki ayni chog'dagi xiyollarini maniki Ade Tokun bu ismi. Lekin bu ism faqat to'g'ri yozilmaydi. Har qitimda xato bir narsa yozgandan niliqi ko'rishadigan nimaga uchun ko'chmanlar darsiga borgan vaqtda ismini xato desa deydi. Xonim, mening ismim xato yozilib qolibdi. Ismim bunda emas desa, bu ayol deydi. Bizning tarjimonlarimiz nayt no'chi tarjimonlar. Ularning xato yozib qolgandan jazmlashtira olamsa desa, men dadam qo'ygan ismini bilaman, o'zimning ismini yaxshi bilaman. Mening ismimning ma'nosi dengizlardan kezib o'tib qaytib kelgan qaltis palvon degan ma'nodagi gap. İsmim Adet Tokun bu. Tekrar deydi. Ve balalarga mı bizning ismimiz mavi. Ila bir xato yozilib qolgan ismining bir gapi chiqsa-chu, hech bo'lmaydigan bir harf degandek ekan qarab da deydi. Bizning ismimiz mavi. Buning ma'nosi mandaq debchu. Balalar har bir fursatda ularga kechkicha kitob o'qib, kechkicha har xil aqliy o'yinlarni o'ynab, balalar haqida qanday bola tarbiyalaymiz deb kechkicha dars anglab qilmasimi? Lekin hayotning har bir halqalariga, balalarga bu xil ideyani, o xil bir itiqatni, o'zining millatiga, o'zining judiga bo'lgan bu sevgini singdirib mangdi. Şunun bilan bu adam özünün aynı vaqtdagi futbolchi bo'lish orzusi var. Şunu balalar bilan futbol o'ynaydi, lekin mening balalarimning basketbol o'ynag'isi var ekan deb ikki balasiga basketbol oyog'i olib berdi, Nike'ning oyog'i. Endi mushuni olib bergan vaqtida emniyet bularning faqat puli yo'q, uyning ijarasini to'layolmaydi. Lekin mushuni olib berib balasi bilan bu adam kunduz ishlagandan keyin kechalari balalari bilan mushuni birga o'ynaydi. Yomg'irni yomg'ir, qarni qar demay. Va bir kuni so'raydi-da, dada, ular nemishqa bizdan nafratlandi deb. O'tiribchu, hamma yerda bular chetga qiqilayvergandan keyin shuni bilan deydi. Balam, nadon insonlar farqli narsalardan qo'rqaydi. Bu davlat bizni bekorlik o'qitdi. Bizga erkinlik va yashash fursati berdi. Endi qolgan ishlarni o'zimiz hal qilamiz deydi. Dadaning bu mushu jumlasi mening yurak tarimni chekdi haqiqatan. Nurgullarımız başka yerden qaytilayotganlar bor aramizga. Turkiyada yashaymiz. Turkiyada umumyuzlik bir kayfiyat va qaqshash. YouTube kanallarını açsaqmı, elaqadek ko'cha suhbatlar deb, sokak reportaji deb bir narsalar bor. Hammadan qaqshaydi. Bir kimning uyiga borsam qaqshaydi, o'tdasim qaqshaydi, hammasi qaqshaydi. Bu davlatning puhrasimi qaqshaydi, bu davlatniki nimalim qaqshaydi, bizim qaqshaymiz. Özüge iqametini bermegen bir devlet hakkında balısığı davatkan gibi. Bu devlet bizni bekorlik o'qitdi. Bizga erkinlik ve yaşash fursati berdi. Qolgan ishlarni o'zimiz hal qilishimiz kerakdi. Turmushning bo'ronlari nurg'un qiyinchilik uchraymiz. Nurg'un narsalar bizni hog'izidi. Ammo bolalarimiz go'zalliklarni ve kuchli bo'lishimiz kerakligini bilish kerak.
Vallahi keç gündüz yeni meşq qilishni boshlaydi. Meşq qilgan vaqtida qarug'larcha emas. To'xtamay texnikalik bir tarafdan nazariyasini o'rganib turib, bir tarafdan meşq qiladi. Yo'lda mengib o'tib turibmi o'rgandi, to'xtamaychi. Andan uy ijarasi yig'ilgan madam kelgan vaqtida ijaramizni nim qilolmay qoldik, ma oylikni berib turay deb o'tib ketgan oyni ikkinchisi. Sening uy ijarasi to'laydigan puling bo'lmagan bilan balalaring to'pay qolpagidek puling var sening deb. Shunda deb ketidi. Bu bala bir musobaqa o'ynagan vaqtida maxsus shunday xilqi talanti balani bayqaydiganga işte musobaqalarni ko'rgili keladigan odamlar bor ekan, ma'u shunday odamlarning birisi. Emniyet chin ko'nglidan tilisi Allah berdi degan nim degan gap desang, shunaqa insonlar bilan uchrashtirdi. Fursatlarni berdi. Bu fursat bizning tutish yoki tutolmasligimizda. Bu kishi bu balaninki talantini bayqab, sana bostirchi bo'lsam deydi. Şunun bilan buni xo'shalliqida bular yana shundaq dengiz bo'ylariga berib aylandi. Bular dengiz bo'yiga berib, mundaq o'zini qaqlab, osmonga nim qilib yotmaydi. O'ynag'ili bordi deganimiz. Hammamiz sotadigan ko'zoynaklarni, tasvirlarini, shapkalarni yanchiq selib, ash dengiz bo'yida men yurib sotadi. Ular uyga qaytib kelgan vaqtida uyning egisi qulupni almashtirdi. Sen balalaringga to'plab berib, işte o'yintidigan odam bo'lgandan keyin mening pulimni vermay tig mashina olsam, mashina 500 yevroga olgan mashina. 500 yevroga ilib remont qilib oladi. Va shu mashina bilan biz sayohatchilik jiq yerga berib, satsak bir narsamizni obdan qilamiz deb. Biroz degandek bir qaytim berib, jiq pul tepib, bu uyning ijarasidan berib o'tdi. Endi bu bala kechida shu klubda yetib, boradigan kini. Yani nerede yatadi desang yotoq yo'q, matraslar bor. Matraslarning tubida yetib, ko'zini ostida mashq qilib, yetib, o'sha yerda yetib qopib, shu darajada mashqni bak qildi. Va eng oxirida bu night yaxshi guruhni tashkillab elib menib natija qozindi. Yana bir oila kishilari her qitimli qiyinchilikda, her qitimli xo'shallikda, her qitimli g'albida bular har vaqt billa mana shunday uyushib turadigan bir oila. Keyin ma adam dastlabda buni mushtaq boyqidoq manda ekan desa, bunda qonunsiz ko'chmanlar bilan beshimni og'ritmayman deb karumaga adam. Bu bir bog'lig'ichi, ya'ni bog'lig'ichi deganda shunday alay talant va bolalarni boyqaydigan. Bu deydi, bu talanti bor ekan, lekin buningki o iqameti yok, bijimiz yok deb bundaq bijimlar bilan men vaqtimni isrof qilib o'tdamayman deb qaramagan. Keyin bu bek yaxshi o'ynab etgandan keyin bularning oldiga keldi. Ya'ni ularning oldiga Ispaniyaning bir komandasidan taklif keldi. Mishay kep o'ynab bersa deb bu balaga. Shuning bilan bu deydi, sizlarning butun fuqaroligini beramiz. Sizlarga Gretsiya pasporti beramiz. Elogo iqomat deb qolsa, mishaninki fuqarosi qilamiz, sizlarga vatandoshlik beramiz. Yani 5000 euro deb. 5000 euro bular uchun osmon palak pul. Pulni ko'tarib kelib taklif qildi. Lekin taklif qilgan vaqtida bular bizning qo'limizdan ching tutgan, yanalam ash o'zimizning burunqiyliqi vositachisi bilan ishlaymiz deydi va bu vositachisi bilan birlikda bular bir nima o'ynag'ili bordi. Ya'ni bir musobaqa o'ynaydi. Bu musobaqadan keyin ondan NBA'ningki tanlashiga qatnashish kerakchi. NBA'ningki tanlashiga qatnashganlar bular hozir Amerikaga borganlar vizali madisi, ayol seninki iqomating yo'q, hech nima yo'q, odam qanday viza berma deydi-chu. Biz mishada Yunan shu Gretsiya tug'ildik deb. Mushat night dema shunchalik gap debek yamanchu. Bir bu shu ayollar shunday yaxshi bir gap qilib, oxir bu vizani oladi, boradi. Berib qarsanglar, bu egiz yo'g'on tug'ini bilan tunji qaytim yotoqqa yetib, o'ziga tava bir tal karvatda bular sekkirib o'ynaydi kichik boldak. Oxirida bu bol tanlandi, NBA komandasi tanlandi. Bu tanlanish jarayonini naq maydonda televizordan ko'rib turdi-da. Qarsanglar bularning chiroyidan ma'u shu Nigeriyadagi momisi akalar o'tirib ko'rdi. Hamda ma'ular shu asli haqiqiy reallikda kishilar shu ma'u onasi, ma'u dadasi. Dadasi 2017 tugab ketdi ekan. 4 hisobda 5 o'g'il bular. 2014-yili bu yilqi shu Nigeriyada qolib qolgan bolasini mo'yu ekilib, butun shu Amerika fuqarosi bo'lib bular.
MBA'yi tanlagandan keyin bütün aileni cem qildi ekan. Endi o'sha yerda shunday bir tanlash va qaranglar. Elaqa nimaga İspaniya komandasiga tanlaymiz degan vaqtda deydi. Biz faqat ashbalni ham ekilalaymiz, ailesini ekilamaymiz deb. Shuning bilan bular deydi, biz bir aile kishilar ayrilmaymiz. Agar hammamiz ketsak ketaylik, bo'lmasa o'sha yerda qolib qolamiz debchi, shu shartni qo'ydi. Biz aile ayrilmaymiz debchi. Mana bu haqiqiy asli qahramonning o'zi shu. Bu yoq chempionlikni, nurg'un qatimliq chempionlikni oladi. Bu film başdan axırı ko'radigan bo'lsak, 90-yildan tortib toki 2017-yilgacha bo'lgan aralıqda bular yaxshi yashash uchun, bolalarning arzu armonlari uchun Allohga bir avlod o'zining arzu armonlarini qurbon qiladi. Bolalar uchun tirishadi kecha-kunduz. Eng oxirida haqiqatan ularning shu tirishchanligi yerda qolmaydi. Men o'ylayman, bizningki Uyg'urlarning arasida nurg'unlagan cho'lponlarimiz batdi, nurg'unlagan bolalarimiz batdi. Ve yetişip çıkıvatıdı. Hayat hikayemiz şu kadar okşaydı. 2016 2. ayının 5. günü. Şembe günüydü. Şu çağda biz aşındak öttük. Tunca qaytım, hayatımızda tunca qaytım çetelge çıkışımız. Yoldaşımla ikimiz bir gözüne ektim mağmıdık. Çoğun balam kumulda, küçük balam Kaşgar'da kap kaldı. Yürek bütünlüğü toxtab qaldığandek, o tekşürüşlerden ötkice. Ona dikilik pasportumuzda ekir kitap, ona dikin qaytı berip ondan aeroplan çıksan boladı deydi o. Şu aralıkta nurgulgan 30, 40, 50, 60 Uyghur şığılıp getdik pasportunu ekir ketkendik. Bir adam bilen görüşmeydi, gep qilishmaydi. Hiç nima yok gibi avaz çıkmaydı. Oturumuz aeroplan keçikti. 1,5 saat keçikti. Aeroplan çıktı. Ne çıkıca, ne düşküce. Bir kim bilen gepleşmeydi. Oturumuz yanmıyor. Elaqi televizorda nemeden ma aeroplanın uçuş liniyasının hekayesini çıkıdı. Şu yerde yoldaşım dedi. Kazakistan çevresi kırdık dedi. Of dedik. Biz ne çıkıç uxlamagan. Kaşqa, Qumul, Ürümçi arasında uyak buyak 4-5 gün asasen uxlap bakmagan. O aradaki ilqi xuda aeroplan yenip uçup qaytib ketadigan degidek. Uxmaymiz hem de her xil murakkab tuyg'ular. Şuning bilan qilgandan keyin of dedik, bir-birimizni qarab, qo'limizni ching siqishdik. Birimizni beshimiz qo'yib uxlab ketibdik. Ko'zimizni shunday yumgandek qilgan, ochsaq, astani kelibdik, 7-8 soat turdik. Undan keyin davomli uçtuk, keldik. Türkçeni bilmeymiz. Yoldaşım aerodromda ötadigan chaqda puti darvaqt maz turadi da, ilqi taratilish tez to'xtab ketadi deb maysyapti. Shuning bilan bizni o'sib chiqqan akamiz aplama mazni bilib qolsa o'tkazmay qolmasin deblam bu ilqidek paypaq maznida savatgandan putgan bir narsa yo'q. Bu akamiz putidek paypaqni saplam bizga berdi, kiyib oldi. Kelgandan keyin birinchi ishimiz paypaq qizlash bo'ldi. Paypaq degan gapni hech kim tushuntirolmadik. Axir bir aylangi dedim. Abi deb, yengishib turib, o'zining paypaqini tutib turib, buni nima deydi deb. Cho'rab dedi. Ha deb, hech bir xiyolimizga lug'at ishlatishim kelmaganmi? Keyin andagi lug'atni ko'tarib olib, nima gap bo'lsa, azon deganda manda aytganmiz deb mengib ketdik. Uyg'onib ketdik. İşimiz iniqdi, o'qishlarimiz, nada o'qiymiz, nima o'qiymiz, hamma narsamiz iniqdi. O'qish bitirib qaytib ketamiz deb. Va balamni pasporti yo'q deb, pasporti chiqsam ekilimiz deb. Ama pasport oyoqdan chiqib qo'yib, oyoqdan chiqib olindi. O'zimizningki bundaq bir uzun yo'lga chiqib qolganimizni biz qishliq ta'tilda kelgan, yozliq ta'tilda qaytamiz deb. Kerak his qildik. Bir kun yo'ldoshim deydi. Siz menga agar mush chiqqan pit qaytib ketamay qolsa qanday qilamiz deb so'ragandingiz. Men hozir ash gapingizni eslayapman dedim. Men qachon so'rganimni o'zim eslayolmadim.
Bu filmni ko'rish jarayonida u ayolning balasi bilan ko'risha olishi o'xshamaydigan tarafimiz shu. Ta 2004'lerde telefon, internet, undaq ilqi narsalar o kadar taraqqiy qilmagan şu zamanlarda o ayol balası bilan ko'risha oladi. Lekin bugungi kunda biz nurg'unlarimiz ko'rolmaymiz, ko'risholmaymiz. İçimni yana qattiq achchiq qilgan yana bir narsa bor. Ularning o ayrilishi 24 yil sürdü. Yıldan 2014 yılgacha. Agatturning Sarsaruh romani batdi. Sarsaruh romanini men Qashqardagi chig'imda Urumchiga chiqib boqmagan zamonlarimda o'qigan. Eng oxirida Otxonning şu 80-yillar bo'lib, bular harabga ketib, dadasi harabga berib, uni orqasidan 49-yil bo'lib ketib, shuni bilan qaytib ketolmaydi bular. Dadasi Qashqa yo'li qarab jon uzilashadi. Keyin 80-yillardan keyin Otxon bordi. Berib aeroplandan tushib tunji qilgan ishi tuproqni suyab ketadi, yuz ko'zlari loyib ketadi deb tasvirlandi shunanda romanda. Aşan o'qiganda shunday yig'lab ketgan. Bu chog'da yig'laganda men chet elga chiqishni tasavvur qilib emas, Urumchiga ketishni, ya'ni Urumchiga ketish derken Urumchida yashash emas, Urumchiga o'qishga chiqishni o'ylashayotgan zamonlarimda. Bugungi kunda u romanni qayta o'qishga taqat yo'q. Lekin Severning tigi oltin deydi o. Bu ayolning tigi oltin bo'ldimi? Bo'ldi. Ammo butun chet elga chiqqanlarning hammasi oltin bo'lamdi? Yo'q. Kul olib ketadiganlar bor. Bizning bu qiyinchiliklarda, bu sinoqlarda, bu uzun safarlarda qanday qilishimiz intayin muhim. Bu film tavsiyasi qilish jarayonida mening alohida diqqatim tortgan narsa shu. Birincisi qat'iy voz kechmaslik. İkincisi aile ro'yi. Bu aile ro'yining ichida birga o'tirib tomoq yeyish, birga duo qilish. Anasi shunda deydi, "Jo'liqim." Anasidan so'raydi, "Ana, nemishqa akamdek kelmaganding?" degan vaqtida ayni chog'da u bek kichikdi. Mushta xatarga tavakkul qilib, u qadar jafoga chidamaydi. Muhimi balam deydi. Birileri aile için çoxum fidakarlık gösteriş gerek. Akağımız için fidakarlık gösterdi deydi. Yani fidakarlık ruhu buluş gerek. İnsanın kollektivizmlik ruh u bu emas. Ailesi üçün, yoki millet üçün, yoki vatan üçün o'zining manfaatidan voz kecha oladigan bir ruh bo'lish kerak. Bu xil narsa nima orqali yetiladi? İnsanlarninki tuyg'ularini tarbiyalash, insonlarning ma'naviyatini kuchaytirish orqali bo'ldi. Bizning bolalarımızın maktabdagi natijasi muhim. Chunki insonlar maktabdagi natijasiga numriga asosan hukm qildi. Bolalarımizga shunday bichim kesidi. Masalan, Turkiya ma'rifida bolalarga dastlab undaq nomer bersak bo'lmaydi, u bu deb nomer bermaydi 3 yosh, 3-sinfga chiqquncha. Onundan keyin manemsi deb bütün Türkiye bo'yicha sıralama qilib nomerga asosan darajaga tizib bolalarni shu bo'yicha maktabga qaraydi. Beshini anda boshlab, oxirini mana boshlaydi. Bu menga kimning naqsideklan g'uljilik bilan chaqchaqchi batug'i beshini chimendigulda boshlab, oxirini boshqa bir naqsha bilan tushiradigan, shuningdekla tuyuladi. Hayotning yana bir his qilgan narsam nima? Hayotda har vaqt go'zal taraflarni ko'rish kerak. Qorong'ulik bormi bor? Hammalarning dardi bormi bor?
Detke emas, çarege odaklı, çarege merkezleşiş gerek. Dikkat noktamız nemigi merkezlese bizden erişidiğimiz şu oldu. Ahırda bir kısa bir vakalik bilen ben bugünkü tavsiyemni ahırlaştıray. Bir kısa bir film gördüm. Ayal ilişkisi paranlaşıp oturdu. Ayalı soraydı da sen her vakit bana işki tülkünün hikayesinde, işki kurt, işki böğrünün hikayesinde bir böğre, intayın ümitsiz, kakşaydağın, muşundaq bir xil açığı yaman, vücumcan, muşundaq bir böğre. Yeni birisi hoşal xoram, ümit var, hayatının güzel taraflarını gördüğün böğre. Bu işki böğre uruşup qalsa, ya işki böğre çengüçüse qaysı yığıdı deydin, sen qaysı yığıdı dep. Yani her bir insanın içinde işkiden böğrü var demekti de. Yoldaşı şuna cevap ver. Sen kasına baksan şu yığıdı dep. Biz kalbimizdeki azaplarımızı, biz kalbimizdeki ümitsizlikni, biz özümüzün kalbideki bu xil yani pasif taraflarga cık vaktimizni, cık hissiyatımızı, cık duygularımızı sandırıp etsek, o yoğunaydı, o çoğun oludu. O besip çıkıp gidiyordu. Hayat okşaş öteyiverdi. Şoň ümitsizlik şeytandır deydi. Bu bekar gep emas. Ümit var bolaylı, mesuliyetçen bolaylı. Biz meyle nemiş kılaylı, özümüzdeki şu ademilikimiz bilen, halal, ahlak ölçümümüz bilen, vicdanımızga muhalip kemigen asasta tirişsak, mence hemimizin rızkına ait mol ve bereketlik. Mana şunda kaytadan tiriliş üçün bir aile, bir şahıs, bir aile, bir kollektiv, bir millet aleti kaytadan tiriliş üçün her birimiz xuddi mushu filmdeki aks ettirilgan ailedek tirishchilik ko'rsatgan vaqtimizda mumkinmi? Mumkin. Pek güzel natijalar qo'lga keldi. Yangi bir avlodning tirilishi uchun o'rtoq tirishaylik. Bugungi tavsiyam shaygicha ko'pchilik